Ko'ramiz. Bizga burchak zarbasidan mana shu yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Yomon emas edi. Skin the color of bark. Bir chiroyli bir starali sinimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu sinimizni ko'rsatsanglar yaxshi edi. Hozir mana otalari Jahon chempionati saralashining 7-turi yakunlandi. Yaponiya vazifasini bajardi. Eron, O'zbekiston va Janubiy Koreya mundialga yaqin. Qirg'izistonga qarshi o'yinni sharhlab borgan Alisher Uzoqov ekrandagi qiz haqida fikr bildirgandi va uni akalari kelib Alisher Uzoqovdan uzr so'ratdi. Shu va shunga xabarlar videomiz davomida kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Unda videoni boshladik. 20-mart kuni qit'amiz bo'ylab Jahon chempionati saralash bosqichining 3-raundi 7-turi uchrashuvlari o'tkazildi. 7-tur yakunlariga ko'ra, o'z maydonida g'alaba qozongan Yaponiya terma jamoasi butun dunyo jamoalari orasida birinchi bo'lib Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. A guruhi natijalari va keyingi o'yinlar haqida gapirsam, O'zbekiston Qirg'iziston 1-0, Eron va 2-0, Qatar KXT 5-1. Bizning guruhdagi har uchala o'yinda kutilgandek mezbonlar g'alabaga erishdi. Terma jamoamiz qiyinchilik bilan g'alaba qozonib, o'z hisobiga muhim 3 ochkoni yozib qo'ydi. Ba'ning mag'lub bo'lishi ham bizga qo'l keldi va endilikda ochkolar farqi 6 taga yetdi, lekin baribir xotirjam bo'lish kerak emas, chunki oldinda yana 3 tur bor va bu yo'qda faqat qiyin o'yinlar bo'ladi. Navbatdagi o'yinimiz 23-mart kuni Eronga qarshi Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. O'yinni jonli efirda o'zbek tilida ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizdan efir qilamiz. Telegram kanalimiz manzili kommentariyada qo'yaman. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'yinini sharhlab borgan Alisher Uzoqovga ajoyib holat ro'y berdi. U ekranga ko'ringan qizni gapirdi va qizni akalari va otasi Alisher Uzoqovning oldiga kelishdi. Alisher Uzoqov o'z ijtimoiy tarmoqlarida qizdan uzr so'rab video joyladi. Ko'ramiz. Bizga burchak zarbasidan mana shu yaxshi bo'lardi. Xo'sh. yomon emas edi. Skin the color of bark. Bir chiroyli bir starali sinimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu sinimizni ko'rsatsanglar yaxshi edi. Hozir mana otalari va akalari bilan birgalikda kelishdi meni oldimga. Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar sinimizga biroz qattiqroq ta'sir qildi. Men shu fursatdan foydalanib ularning oilalaridan chin ko'ngildan uzr so'rayman. Ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsa, chunki o'zimning ham qiz farzandim bor. Va bu holat qanchalik qattiq botganini men sezib bilib turibman. Va sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Iltimos, bunaqa ta'rif qilmanglar bu narsani. Men o'zimni singlim ekanman, tanir ekanman bu insonlarni, bu oilani. Shuning uchun, men ham bu oilani zashitasidaman.